Barchaga salom. Sizlarga bugun Jurnalist filmining qisqacha mazmunini so'zlab beraman. Film juda qiziqarli, lekin video qisqa bo'lganligi bois kinoning barcha qiziqarli joylarini ko'ra olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham biz Telegramda o'z kanalimizni ochganmiz va har bir videodagi filmlarni o'sha Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Agar ushbu video 1000 ta like yig'a olsa, biz darhol filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Shoshiling, sizlardan atiga bittadan like, bizdan esa sifatli kontent va eng sara filmlar. Tanishing, film qahramoni Porter Ren, jurnalist. Hozirgi zamonda gazetada ishlashdan qiynalgan yigit. Chunki hozirda barchada zamonaviy smartfonlar va internet bor. Yangiliklar deyarli bir zumda internetga chiqadi. Shuning uchun ham Porterning topishi zo'rg'a ro'zg'origa yetib turardi. Bir kuni kechki bazmda Reyn juda go'zal qiz bilan tanishib qoladi. Qizning ismi Caroline Crowley edi. Yigit qiz unga nimanidir aytmoqchi bo'layotganini tushunadi va nima demoqchisan deydi. Shunda qiz uyimda aytaman deydi. Ular uyga borgach, qiz jurnalistga hujjatlar turgan sumkani beradi va o'lgan eri haqida aytadi. Ma'lum bo'lishicha, qizning eri vafot etgan, jasadni esa buzilgan imorat ichidan topishgan. Qizning aytishi bo'yicha, erini qanday u yerga kirib qolgani haqida politsiya hech nima aytmagan. Hujjatlarni ko'rib chiqib Reyn uyiga ketadi. Ertasi kuni jurnalist kechagi qizni telefon raqamini ko'radi. Buni qizning o'zi yozib qo'ygan edi. Va yigit qizga qo'ng'iroq qilib yana uchrashishadi. Shunda Reyn qizdan eri bilan qayerda qanday uchrashganini so'raydi. Caroline esa eri bilan bar ichida tanishganini aytadi. Ular biroz suhbatlashib o'tirishgan va yigit darhol unga turmushga chiqishini so'ragan. Oradan 3 kun o'tgach ular turmush qurishadi va baxtli hayot kechirishadi. Lekin bir kuni uning eri uyga kelmaydi. Shunda qiz politsiyaga xabar bermoqchi bo'ladi, ammo erini jahlini chiqarmaslik uchun qo'ng'iroq qilmaydi. Lekin 3-kuni ham uyga kelmagach politsiyaga xabar beriladi. Politsiya bu jinoyatni oxirigacha ochmagan. Shuning uchun ham qiz barchasini Renga aytib, u oxirigacha ochishini so'raganday bo'ladi. Bundan keyin Porter paltosini olib u yerdan ketadi. Ammo biroz vaqt o'tib telefonini qoldirib ketganini bilib qaytib keladi va o'zi uyni ochish maxfiy raqamini terib kiradi. Telefonini olgach, o'zi bilmagan holda eshigi ochiq turgan yuvinish xonaga qarab boradi. U yerdan yoqimli ovoz kelganday edi. Sekin mo'ralab qarasa, Caroline cho'milayotib o'zini o'zi ehtirosli tarzda qondirib turardi. Keyin esa buni qiz bilib qoladi. Reyn qizdan kechirim so'raydi qilgan ishi uchun. Caroline esa senga yoqdimi meni tomosha qilish deydi. Reyn esa men ketishim kerak deydi. Shunda qiz yaxshi bor kuzatuvchi deydi-yu, ustidagi yopinchig'ini ham yerga tashlab yalang'och holda turardi. Buni ko'rgan jurnalist o'zini ushlab tura olmay qizdan bo'sa ola boshlaydi va uni devorga suyab jinsiy yaqinlik qilishadi. Rafiqasiga xiyonat qilib bo'lgach, Porter uyiga qaytadi va o'ziga o'zi ortiq bunday xato qilmasligini aytaveradi, chunki uning oilasi borda. Ammo qiz qo'ng'iroq qilganida har safar yana uchrashishardi. Jurnalist Caroline'dan avans oladi va erining o'limi bo'yicha ishga tushadi. Qiz jurnalistni bank ichiga olib boradi. U yerda uning erini video yozuvlari saqlanardi. Qiz yigitni yolg'iz qoldiradi. U video yozuvlarini ko'rib o'tirganida unga qo'ng'iroq bo'ladi. Uning boshlig'i u bilan uchrashishi kerakligini aytishadi. Ko'chaga chiqqach, Reyn bir erkakni ko'rib qoladi. Xuddi u Reynni kuzatib yurgandek edi va uni quvlab ketadi, ammo qo'lga tushira olmaydi. Keyin jurnalist boshlig'i bilan uchrashadi. Buni qarangki, Caroline va Porterning uchrashib yurishlarini boshliq ham bilar ekan va u Reynga bu qiz bilan uchrashmasligini, qiz unga ketma-ket qanaqadir video tasvirlar yuborishini aytadi. Va u jurnalistni qo'rqita boshlaydi. Chunki u juda ham taniqli inson edi. Nafaqat yigitni ishdan bo'shatishi, balkim uning rafiqasini ham ishsiz qoldira olishini aytadi. Uyiga borgach, Porter xotini unga bugun oldiga 28 yoshli qiz borganini kasalman deb, ammo tekshiruvda hech qanday kasallik chiqmaganini aytadi. Yigit darhol buni Caroline ekanini tushunadi. Yigit Caroline yoniga boradi va unda gapi borligini aytadi. Qiz esa buni keyinga qoldiramiz, menda ham bir nima bor senga deydi. Va ular yana jinsiy aloqa qilishadi. Shunda jurnalist Caroline'ga xotinini oldiga borganini so'raydi. Qiz kechirim so'raydi, shunchaki qiziqib borganini aytadi. Yigit esa uning xotini juda aqlli ekanini, darrov tushunib yetishini aytib boshqa bunday qilmasligini so'raydi. Qiz esa unga u xotini bilan bo'lganda u haqida o'ylaydimi, yo'qmi kabi savollar bera boshlaydi va meni sevasanmi deydi. Shunda Porter birinchi uchrashuvimizdanoq deb javob beradi.
Jurnalistga boshlig'ining buyrug'i xotirjamlik bermasdi. Shuning uchun ham u qizdan ochiqchasiga so'raydi. Nimaga Hopsga video tasvirlar jo'natasan deb. Shunda qiz bu ishlarni u qilmasligini va aynan bu ishda uning yordamiga muhtoj ekanini aytadi. Ushbu video tasvirlarda esa Caroline va eri o'yin o'ynashgan. O'yin qoidasiga ko'ra uning eri o'layotgan odamning qo'lidan ushlashi kerak. Qiz esa kutilmaganda begona erkak bilan yotib turishi kerak edi. O'sha kuni qiz Hopsni ko'radi va qaysi xonada turishini aniqlab, oldindan u yerga kamera o'rnatib jinsiy yaqinlik qilishganini videoga yozib oladi. Bu ishlardan charchagan yigit uyiga ketadi, ammo uni uyi oldida Hopsning odamlari rosa kaltaklashadi. Video tasvirni ber deb. Ertasi kuni uning xotini erini yuvinish xonasida juda ayanchli ahvolda ko'radi. Rain video qidirish bilan ovora bo'lib yurgan paytda uning xotini shifoxonaga chaqiradi. U tezda borib qarasa, kimdir qurol ishlatib uning o'g'lini va uy xizmatkorini yaralagan. Bundan keyin jurnalist o'sha videoni topishga jon jahdi bilan kirishadi va buni qarangki, bir keksa ayolning uyini tekshirib yurganida o'sha video tasvirni topadi. Nimaga endi bitta videoni deb shuncha muammo deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Ushbu videoda Caroline va Hopsning yaqinliklari yozilgan edi va milliarder uni erkaklik nishonida kamchiliklar borligini aytib, qizni yotqizib uni boshqacha usulda qoniqtira boshlagan. Ushbu videoni Porter milliarderga beradi va milliarder ham o'z navbatida jurnalistga Carolinening uyini qidirishganida kalit topishganini va u kalit hech bir xonaga tushmaganini aytib unga beradi. Bundan keyin Rain Carolinening erini jasadi topilgan imoratga boradi va kalitni tiqib ochmoqchi bo'ladi. Buni qarangki, kalit xuddi o'sha eshikniki edi. Ichkariga kirgach, u soqchi bilan ham uchrashib qoladi. Hamma yoqni tekshirib boshlaydi. Liftni tekshirib turganida u yerdan video tasvirlarni topadi va ko'ra boshlaydi. Buni qarangki, qizning erini birovlar emas, qizning o'zi o'ldirgan bo'lib chiqadi va buni hammasi videoga yozib olingan edi. Keyin jurnalist Carolinega qo'ng'iroq qiladi va videoni topganini milliarderga berganini aytadi. Ular uchrashishadi. Qiz quvonchda edi, chunki uning yigiti qizga nikoh uzuki sovg'a qilgan edi. Bundan keyin esa Rain menda ham senga sovg'a bor deydi va o'sha kalit bilan video tasvir yozilgan fleshkani beradi va qo'shimchasiga bu fleshka nusxasi haqiqiysi sen topa olmaydigan joyga yashiringan. Agar yana bir marta xotinimni oldida paydo bo'lsang, o'zingdan ko'r deb qizga baxt tilab u joydan ketadi va shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, film haqidagi fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Agar shunaqa videolar tez-tez chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Eslatib o'taman, ushbu video 1000 ta like yig'ishi bilanoq filmni to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Xayr, salomat bo'ling.